Yana o'sha gap Otabek Avto. Aka sizda o'zi mashinalarni zo'ri bilan. Bu ham zo'rmi? Aka, Zo'rmi? inshaalloh hozirgi kunda Samarqand bozoridagi yagonalardan bittasi. Yagonalar. Ha. Nima uchun deng? Nima uchun? Texpasport ham 23. Texpasportda 20. XL emas, adashtirib Premier. Premier. Holatga. Probek qancha buni? 15 ta halol. Sostenisi zo'r ekan-a? Aka, bu endi pachka bo'lish kerak edi. To'g'rirog'i mana bu kecha oshqam oldik. Kecha. Ha. Tonirovka rashinasi bor. Probek 15. Texpasportda 23 mi? Texpasport ham 23. Men qo'ydim. 28 mingami shunday 27 mingga bitta qo'ydim. Buni unaqa narx aytmang faqat. Yo'q, unaqa. Kapotga tosh tekkan joyi bormi? Aka, 15 tagina yurgan mashincha. Yo'q. Va gaz ham bor. Ha, gaz, tonirovka, 4 yumshoq balon. Probek 15 ming. 15 ming. Olasizmi, yakson qilib beraymi? Biz yakson qilyapsizmi? Yakson qilamiz o'zi. Keling akajon. Dam olish qanday bo'ldi? Zo'r aka. Allohga shukr. Nasib berasizmi shaqqa? Ha, Xitoy. Zo'rmi? Zo'r. Nasib bo'lsa boramiz. Xudo Ancha zo'r aka. Biz ham yurib ketaylik. Karista bilan Otabek Avtoga obuna bo'lingizlar. Nasib bo'lsa akam yangi yilgacha bir 20 mingta bo'ling. Inshaalloh, aytganingiz kelsin. Men esa 200 mingta bo'lay. Xalqqa manfaatli bo'lsa, rivojlanaveramizda. Aka Karistani ko'ryapsiz. Arzon mashinalar, yaxshi mashinalar. Mana bozorda terib yaxshi mashinalarni qo'yapti. Yana bir narsani aytib o'tib ketay shu joyga. Birovdan bir so'm pul olmayapsiz reklama uchun. Keyin birovning molini yerga urib sottirmayapsiz. Shunday. Hayt savdo qiladi, savdo qilib olyapti, lekin narxini ham misol tushib ham ketmayapti, osmonga ham chiqmayapti. Asta quloqimga ayting, nech pul olasiz? Kamera chapga qarab turing. 34,5 naqd pulsini bering. Bunga. Ha. Karistadan chiqsa. Endi sizni ham obunachi ko'rib, yaxshi, auditoriyangiz ham yaxshi. Jo'y. Meniki ham zo'r. Zo'r-da, o'zim maqtamasam kim meni maqtaydi? Shunday. Kraska yo'q. Buferigacha. Buferigacha to'zda. Probek halol. Tonirovkaga ruxsati bor. Bor. Gaz ham bor. Gazi ham bor. Aka, mana endi siz olgansiz, men endi savdolashmay 34,5 ming oldim deb mana aytyapsiz. Ha, syomkasini qo'yib beraman, xohlasa. Karistadan chiqsa nech pul ustiga qo'yib berasiz? Aka, nima deydi? Siz bilan biz qanday aka-ukadek gaplashyapmiz-ku. Karisani hurmatiga foyda beradi, insof bilan. Endi shuncha pul sanadi, beraman. Berasiz. Mana shuncha deymi turmak. O'zi dangal odam kelib ketadi. Mana Malibu Premierda tozda zo'rni xohlaganlar uchun haqiqatan ham bozorda yagona. Ha, 23. Yagona 23 chunki. Endi buni kecha oshqam olganimiz uchun даже mo'ka qila olmadik, salafdan qog'ozlarni olib tushira olmadik. Pardoz andoza qila olmadik. Bo'ldi aka. Mana shu 34500 ga olgan ekaningiz, Karistadan chiqqaniga bir nima qo'yib berasiz. Nomer telefoningizni ayting. 93lik 353 0077. Akamga obuna bo'ling va bizga ham obuna bo'ling. Yaqinda 200 mingta bo'lamiz. Akamiz zo'r odam. Haqiqati zo'r odam. Kelasiz, bitta suhbatlarini oling. Endi zo'r odam zo'r deyishim kerak. Shunday. Alloh fazli Bitta bilan suhbatlarini oling. Yaxshi zalotoy odam.